Hop, zapis ketdi. Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Yangi videoga xush kelibsizlar. Bugungi videoda Xudo xolis EAFC FK Mobile FK26 Mobile keldi o'rtoqlar. O'shaniga obzori bo'ladi, pakam ochiladi, Xudo xolisa. Birinchi marta kirishim, mana birinchi sovg'alarni beryapti. Dembele 105. Oltin to'p yutgani uchun. Xo'sh. 115 Pele, 110 Michael Owen. To'g'risi jonli efir ko'rganim yo'q. O'shaning uchun ham hamma narsa men uchun hozir yengillik. Dash o'yinchilarni ham to'liq ko'rganim yo'q. Bitta ko'z oldi bilan o'tkazdim bo'ldi. Bitta nima deyapti? Boring. Xullas, hop, emblema degan joy qo'shilibdi. Ring haqqa ketgan. Nima ekan bu? Yudar, urvin 1, urvin 2. Voy, shuncha kumir chiqdimi? Voy, onang magar. Uzrasizlar. Shuncha kumir chiqdimi rostdan? Maradonnalar chiqdimi? Ularni kecha rasmda ko'rmadim shekilli. Yoki ahamiyat bermaganmanmi? Van Basten, voy, bamda yana kumirlar ham bor ekan. Voy, onang magar. Grealish chiqibdi. Buni ko'rdim lekin. Buni Evertonda zo'r o'ynayapti. Kroos rasmini qo'yib qo'yishdi. 8-raqam Real Madrid zapis ketyapti. Ligadan berilgan bu. Bitta maskerani olib qo'yishibdimi juda? Ha, Instagramda rosa ko'ryapti, maskerani ketadi deb. Mana shu narsami ekan? Bir kun kelib cho'mib olarman mayli. Dirk shu deb bundan oldin video qilmadim buni. Open pack qilganimda kecha 10 mingta yetardi. Sastavga qo'yim kiyim gidaman, Belman yaxshiroq o'ynayapman. Hop, birinchi pakka ochib qo'yamiz kichkina. Kartalarning dizayni o'zgardi. Mana shu oddiy zolotoy и kumir kartalarni. Hop, questlardachi o'zgarish yo'q menimcha. Birinchi anniversary pack davay. Bari. Restore. Bu nima bu? Hozirgi maskerani unikimi? Повышение deb yozib qo'yibdi chunki. Kristal. Pakam ochamiz hozir xudo xolasa. Hop, bundan oldingi open pack videolarni qo'ymoqchi emasman, to'g'risi, chunki nimagadir ikkita akkaunt ochilganda, o'shalarni sortirovka qilmaganman men. Sortirovka qilgan bo'lganimda agar sortirovka qilgan bo'lganimda ochgan bo'lardim. Hozir 105, 113 pack. Let's go. Davay. Kamida 111. Onini magar. Gonzalo Guedes, Pedro Gonzalvesga o'xshar ekan. Lekin u emas. Hop, turnir men boshlamayman. Hop, 10 mingta kristal bor, questda o'zgarish yo'q. Yavladachi Division Rivals sovg'alib beramiz. Birta cho'ta. Bularni ham umuman o'ynamadim deyarli. Oxirgi kun o'ynadim. Nimaga? Chunki anaqa 15 Division Rivals yutish kerak. O'shani bitta dona yutgan ekanman. Bitta dona o'ynaganman u degani. Boshqa setni berarmikan? Yettita pak ekan. 106. O'shani yutish uchun ham oxirgi pakka ochish uchun ham o'ynadim men. Yana bitta 106. Hop. Xo'sh. Bu yerda Zidanni rasmini qo'yib qo'yishibdi. Mana. Ketma-ket Chempionlar Ligasini yutganni, to'g'rimi? Bu yerda Zlatan, Bellingham, Musiala qo'yib qo'yishdi daryoga. Ikkinchi Gadashina kelgan. Mana Zlatan FK bor ekan. Full Zlatan sostav berarmikan? Больше agentni ekan. Qani sostav? O'zimnikini berar ekan. Ko'rinish o'zgardi sostavi. Bu yerda Oppa-na. Kumirlarning ham kartasi chiroyli dizayn bo'lib qopti lekin. Tak menga oldingisi ham yaxshi edi, to'g'risini aytsam.
Mayli, keyinchalik zeriksam o'ynab qo'yarman. Bu yoqda hech qanaqa o'zgarish yo'q menimcha. Nechchida? Даже 90 ham qilishmabdi. 88 dan 113gacha insof bilan endi ozgina. Hop, ikkinchi gadashina mana. Nima ekan? O'ynash o'rgatishamikan? Klubsizligi ratda har kunlik nimadirlar. Baş cho'matganim yo'q to'g'risi. Bitta darmonlardan bitta karta berarmikan? Eng kattasi 115, 115 nima? 105 over. Bularni o'ynash kerak ekan demak. Keyinchalik bilib olar mana. Bir YouTube'da videoni ko'rib chiqish kerakmi? 2 soatlik stream bo'pti o'zi ham, men ko'rganim yo'q to'g'risi. Hop. Ahmad Diallo. Due. Cho'tani nimada? Zal Legend degan event hidi kelyapti cho'ta. Shanga o'xshash. Mana bu yoqda kamgina kumir turibdi-da, naryoqda bosh ko'p kumir chiqqan. Keza chiqibdi bu yoqda. Volker chiqibdi, Grealish, Palhinha, Ljungberg, Joyko, Chabomkun, Alisson, Musiala, Petit, Kroos, Lucio, Vieira, Hernandez chiqibdi Milandan Al Hilalga o'tib ketdi. Ronaldinho bu yoqda, Bellingham tepasida. Bilmayman komanda. Atigi 105. Kroos qo'yib qo'yishdi yo'qi. Mayli. Endi pak ochamizmi? 3000 talik 107 dan bo'pti. 107 ga volkout bormikan? 5200. Faqat shu Sabitan o'yinchilar tushar ekan. Mana shuni yaxshi qilishibdi. 4000 taliklik hamma Sabitani kuchlarni adashmasam. Shuncha yaxshi emas edi. Hop, uzuzani pak, Toshkentlularni pakadimmi? Paka. Xullas volkout chiroyli. Italiya yaxshimi? Tsipi. Romadan. Kimidi bu? Romada yaxshi futbolchilar bor. Baristoqqa Spitsili Souli degan futbolchi, adashmasam Soulimidi yoki Matiz Soulidi, yo bu Pisilini o'zi. Xullasda Toshkentli muzayu yarashib ketadi. Xo'sh, bu yerda yangi geroylar chiqibdi, ularning yangi kartalari chiqibdi. Mayli, bizga bo'laveradi. 10,000 talik. Karim integratsiya 106 dan 113gacha. Hamma Van Basten, Zlatanlar bor ekan. Eto, Turan, Maradona. Ne bilan 3000 talik qo'shmagan? Mirzetdi volkout yo'q ekan. Ana endi emmaga xoram namaga shuncha qiyanima ko'tingga tiqding, boshingni o'qmam tikkizdi pakkaga. Ochaseli bilan 103 Ronaldo uchsa, mana Jeb, ushul Jeb. Bristol Van Dijk. Masalan, boshlanganligi bu zo'r Bristol Van Dijk. Endi boshlangan akkauntligi Maradona bor ekan, Kaka bor ekan, Cafu tushdi mana misol uchun. Sifatli bo'ladi har holda bilamanimcha. Bitta futbolning sentrida yangi. Menimcha eski oldin ham mana shunaqa edi, esingizda bo'lsa ham qaytarishib shekilli. Bristol Barkala bu yoqda tekinga berilyapti. Mana bu Apmen qo'ysa bo'la 108 ta o'g'ir qo'shlarmi? TTV skora deb yoqib qo'yibdi. Toshni eskisini qaytaribdi. Yaxshi qilibdi. Bundan oldin zerikarli 5 ta dona o'yinchi berardi. Pak. Xullas. Yana nimalar kelgan? Rinik xattiga mana shunga qiziqaman. Rinik bo'tdam yo'q. Дополнительное время идти xo'sh qo'shgan. Bo'tda o'zgarish bormikan o'zi shani ko'ringlar. Xo'sh. Sravnit Y. O'qidim Instagramni, mana qachon tekinga berishayotgan payt chaqirsa. Albatta olamiz. Hop, дополнительное время berdi. Ежедневный выбор. 3000 taga 109 maksimum.
O'sha 109 o'sha anaqa emas o'sha. Lekin sostavimni ko'pi hali ham 107. 108 lekin 107 o'sha bir deyarli over emas. Yana oldingidek sekin ochiladigan qolibdi. 250 ta bu yoqda 111 hali ham. 113 dan qo'shishmadim hali. Qanaqa o'yin? Hech tushun logikasiga tushuna olmayman-da. Xo'sh. Nima bu? Bilmayman. Дальний удар 5, подкрутка, APK 5 tadan qo'shilar ekan. Boyagi narsa shu ekanda. Endi bildim, yeyish kerak ekan deydi. O'sha joylari Maldini misolcha Rinik bor demay ketib qolmagan. Faqat topish kerak. Shunaqa. Bu odam yo'q. Bu yerda ham qo'shilmagan. Bir kun kelib topib qolarman. Xo'p, bo'lmasa sekin xayrlashamiz. Kanalga obuna bo'lib, like bosishni esingizdan chiqarib qo'ymanglar. Bu yerda nima ekan? Xo'p, shu joyda men Rinik topdim. Shu joyda emas, ancha vaqtdan keyin to'g'risi. Men Rinikda O'zbekiston bayrog'ini qoldim. Shomurodov 106 chiqibdi. 4-5 oyoq chidasa bo'ladi. Ko'pchilik hujumchilarning xos 4-5 chiqadi, talant ikkita. Charchab qolmaslik 4 yulduz, normalniy ham Trendyol Superligada o'ynaydi. Beşiktaş futbolchisi 119 skorish, 110 dribling, 115 anaqa udar. Bu zo'r chiqqan, to'g'risi menga yoqdi. Yaxshi bo'pti, ko'rib xursand bo'ldim. 2-3 yana O'zbekiston futbolchilarining kartasi chiqdi yangi. Bo'ldi, shu bilan videomiz tugadi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.